XG Triumph 2 3D skanerimizni landshat dizayni sohasida nima ishlar qila olish haqida bu galgi videomizda ko'rib chiqamiz. Ishni boshlashdan oldin skanerimiz uchun boshlanadigan nuqta, ya'ni ishni boshlash nuqtasini belgilab olamiz. Ko'rishingiz mumkin, mana o'zimiz uchun belgilab olganmiz. Ham yoki belgilab olsangiz bo'ladi. Bu yerga skanerni o'zini qo'yib, tayyor holatda yig'ilib, telefonga yoki planshetga ulangan holatda skaner tugmasini bosishdan oldin uning asosiy zashta qopqog'ini, krishkasini yoki rezinasini degan bo'ladi. Rezinadan qilingan. Qoplamasini yechib oling va skaner tugmasini bosing. Skaner o'sha integratsiya bo'lib olishi uchun, o'zini yuklab olishi uchun ozgina vaqt kerak bo'ladi va ozgina kutib turamiz. Qo'shilgan joydan skanerimiz mana qo'shildi, tayyor. Turgan joyini o'zi atrofini skaner qila boshladi. Oldingi videolarimizda aytib o'tganimizdek 70 metr radiusni qamrab oladi, mana ko'rishingiz mumkin birdan o'zi. Va yurishda davom etamiz endi. Kamerachimizdan so'rab qolgan bo'lardik, mana real vaqtda atrofdagi detallarni, daraxtlarni to'liq skaner olyapti. Yurishga majburmiz, chunki skanerlashni davom ettirishimiz kerak. Ko'rishingiz mumkin. Oxirgi nuqtagacha bo'lgan masofagacha yurib borasiz va o'sha landshaft uchun asosiy kerak bo'lgan asosiy nuqtani belgilab olishingiz ham shart. Ya'ni boshlanish nuqta bilan oxirgi nuqta landshaft dizayn uchun alohida bo'lishi kerak. Ya'ni bir vaqtning o'zida ham skaner qilib ham joyini boshlanish nuqtasini belgilab keta olmaysiz. Sizda skaner qilish davomida texnik xatoliklar bo'lmasligi yoki o'sha skanerda qiynalmasligi uchun harakat kam joyini olishga harakat qiling iloji boricha. Va oldi qism, ya'ni asosiy skanerning asosiy oldi qismi xo'sh sizdan va harakatli joydan uzoqda bo'lishi kerak, обязательно. Va oxirgi nuqtamizga keldik. O'ziga qaratamiz, mana ko'rishingiz mumkin. Kelgan yo'limiz mana to'liq daraxtlari, ya'ni aynan sizga kerak bo'lgan landshafti to'liq mavjud. Boshlangan nuqtamiz hozir yakunlaymiz. Ko'rsatish uchun to'xtatmaslikka to'g'ri kelmoqda. Va yakunlash ham xuddi boshlangan nuqtasi kabi yakuniy nuqtaga qo'yiladi. Va complement, ya'ni yakunlash yoki komplekt qilish tugmasi bosiladi. Ok. Ozgina kutasiz. Skanerimiz, hududimiz tayyor bo'ldi. Zashta himoyasini qo'yish esdan chiqmasin, obligatory, chunki bu asosiy kamera izlayotgandan keyin skaner qilishning imkoni mavjud bo'lmaydi. Ish tugagandan keyin yopishga obligatory e'tibor qarating. Mana skanerlashimizni ham tugatib oldik. Video davomida shuni aytish esdan chiqdiki, 360 kamerasi orqali siz o'sha video olish davomida atrofdagi kichkina detallar ham esdan chiqib ketmasligi kerak. Ya'ni siz bu joyga daraxt yoki landshaft dizaynida asosiy boshqa detallarga qo'shishga sizga yordam berish ehtimoli bor. Ya'ni kerak bo'lish bo'lmasligini bilmadim o'zini. Asqotadigan umiddaman, chunki siz boshqa detallarni ham bemalol 360 kamera orqali real vaqt rejimida o'zining rangida ko'rib olasiz. Bizni kuzatishda davom eting, Arsetga obuna bo'ling.